Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan ataksiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Ataksiyalar nima o'zi? Qanaqa turlari bor? Ataksiyani nasliy formalari qayerdan kelib chiqadi, nima degan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Xo'p, ataksiya bu tana muvozanatini buzilishi va tana harakatlarini ritmini buzilishi. Ya'ni bir tekis harakat faoliyati bo'lmasligi, ya'ni bir tekis harakat faoliyatini buzilishi natijasi bu ataksiya deb ataladi. Qo'l, oyoq, tana muvozanati faoliyatlarini, ya'ni bir tekisligini buzilishi. Bu ataksiya qayerdan kelib chiqadi? Ataksiyani nasliy va nasliy bo'lmagan formalari mavjud bo'ladi. Ataksiyani nasliy bo'lmagan formalari haqida gapirib o'tamiz oldindan va keyin nasliy formalari haqida gaplashib o'tamiz. Ataksiyani nasliy bo'lmagan formalariga bu miyachani zararlanishi, ya'niki shamollash, ya'ni bosh miya shamollashi qanaqadir belgilar bilan, autoimmun proses bilan va bosh miyacha qismi muvozanatga javob beradigan qismlaridagi qandaydir o'smalar, hosilalar, ya'ni qon quyilishlar, insult holatlari va shunga o'xshash travmalar natijasida muvozanatni buzilish turlari bu ataksiyani, ya'ni nasliy holatga bog'liq bo'lmagan ataksiyalar deb ataladi. Nasliy holatga bog'liq bo'lmagan ataksiyalardan tashqari nasliy ataksiyalarimiz ham bor. Nasliy ataksiyalarda juda ko'p turi bor. 100 ga yaqin formasi bor. Ya'ni bu yakkalangan ataksiya holatida va yakkalanmagan, ya'ni qo'shimcha kasalliklari bilan keluvchi ataksiyalarimiz mavjud bo'ladi. Endi eng ko'p uchraydigan formalardan bu spinocerebellar ataksiyalar, Friedrich ataksiyasi. Bular juda ko'p uchraydigan formalar yoki spastik ataksiyalar yoki bo'sh ataksiyalar. Bu ataksiyalarning hammalari yig'ilib nasliy ataksiyalarni hosil qiladi. Ya'ni nasliy ataksiyalar bu qayerdan kelib chiqadi? Asli juda ko'p shakllari genetik mutatsiyalar, ya'ni gendagi xatoliklar natijasida yuzaga keladi. O'ziga yarasha o'zini genlari va turlari bor bo'ladi. Bu genetik ataksiyalarda nasliy bo'lmagan ataksiyalardan farqlash asosan genetik ataksiyalar ma'lum bir yoshda rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni 3 yoshgacha bolam sog'lom edi, 7 yoshgacha bolam sog'lom edi, 15 yoshgacha sog'lom edi, 18 yoshgacha yoki bo'lmasa 25 yoshgacha, 45 yoshgacha, 58 yoshgacha qo'pol qilasan sog'lom edi degan shikoyatlar bilan kelishadi va shu aytgancha barcha yoshlarimda ataksiyalarni ma'lum bir formalari boshlanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni ertangi ataksiyalar va kechki ataksiyalar. Ertangi ataksiyalar bu bolalarda va kechki ataksiyalar yosh kattalarda yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu ko'p holatlarda kuzatiladi. Mana oilaviy ataksiyalar bor. Ya'ni men o'zimni bemorlarim bor, shunaqaki opoqisida, opoqisini nevarasida, bolalarida, o'g'illarida, farzandlarida nasliy shajarani chizadigan bo'lsak, 4 ta pokoleniyani ichida 30 ta yo 15 tagacha bemor shu pokoleniyalarda ichida kasallangan bo'ladi. Ya'ni bu holatda albatta bu genetik shifokorga oldin murojaat qilinmagan, aniq turlari aniqlanmagan holatda ko'p bizga murojaatlar bilan kelishadi. Shuning uchun biz doim aytamiz, ataksiyalarda aniq shakli chiqmayaptimi, demak siz genetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ataksiyalarda asosan qaysi organ zararlanadi? Bu bizni bosh miya ensa sohamizda joylashgan miyacha organimiz zararlanish hisobidan bizni tikka tura olish qobiliyatimiz yoki bo'lmasa yura olish qobiliyatimiz yoki bo'lmasa ma'lum bir marom va tezlikda gapira olish qobiliyatlarimiz yomonlashishni boshlaydi. Bu ataksiyalarda juda ko'pida intellekt, ya'ni aqliy faoliyat saqlangan holatda bo'ladi. Shuning uchun biz doim tavsiya beramiz, mana yosh kattami, kichikmi aniqlagan ataksiyamizni, aniq DNKda tashxis qo'ygan ataksiyamizni biz aytamiz, sizni yaqinlaringizda, sizdan keyingi pokoleniyalarda, ya'ni sizdan keyingi avlodlarda shuni takrorlanmasini siz oldini oling va sizda aniq tashxis qo'yaylik va keyin farzandlarni rejalashtirishda biz yordam beraylik. Juda ko'piga aytamiz. Faqat bizda asosiy muammo ataksiyani aniq turini aniqlab olish. Ya'ni bu DNKni ma'lum bir usullarida aniqlanadi. Ya'ni eng qiyin aniqlanishi mumkin bo'lgan bu DNK usullari bu ataksiyalarni aniqlash hisoblanadi. Endi ataksiyalarda hozirgi kunda juda katta qismini davolash imkoni yo'q.
ya'ni davolash muolajalari to'liq oxiriga yetilmagan. Ya'ni kam qismlariga lecheniyalar bor, lekin bu bemorlarni davolamaslik kerak degan tushunchaga olib kelmaydi. Ya'ni biz qancha erta yordam ko'rsatsak, qancha erta tashxis qo'ysak va reabilitatsiya, LFK to'g'ri yo'naltirsak va kerakli vitaminlar, dori darmonlar bilan ta'minlasak, bemor holatini yomonlashib ketishini sekinlashtirishimiz va bemorni hayot sifatini yaxshilashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz agar sizni tanishingizda, yaqiningizda agar qo'l qaltirashi yoki bo'lmasam harakat koordinatsiyasida qanaqadir buzilishlar, harakat tizimida buzilishlar qandaydir aniqlaydigan bo'lsa, albatta siz nevrolog shifokorga yoki bo'lmasam neyrogenetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz sizdan so'rab qolamiz, buni kelajakda nasliy ataksiyalarni oldini olish maqsadida ham siz albatta murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda yoki sizning yaqiningizda xuddi shunday muvozanat buzilishlari aniqlanadigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring, biz sizga javob berishga harakat qilamiz.